Rukiye bu yer peyzimken. Peyzi. Rukiye shunchalik mehribon ahkam ol. Suv ichib ketgan. Hasharatni qutqizib oldi. Biz tağның ustida do'stlar. Mana bizning Zangzu birodarimizning uyi kiryapmiz hozir. But this was the living condition about 30 years ago. This is like a time machine to 30 years ago. It's very nutrient dense. Is that good? Human waste to fertilize? Ha o bir ekan do'stlar. Yes, don't you remember when John next door in the town? Yazınız bago, Penta. Wow, good job. Open that area up. It's just too far. Yeah. Break out the fridge. Watch them do that. Good. Meşnin yamını vakem yer. Bu narsa şu deniz yüzünden 4000 metre egizlikte o'sadi ekan. Bir odam ko'lab qolsa bir kunda shu 10 tal ko'layoladi deydi. Anjiq bo'lsa 10 tal. Shu bo'lmasa 3-4 tal. Men endi burun ko'rib baxmagan. Do you like shrimp? Not really. Siz yaxshi ko'ramsiz Ruqiya Trumpni? Ancha yaxshi ko'ramsiz? Like they just couldn't find a wife. But that's because she just, yeah, with the county pension. And I stayed. Men qo'rtulgan qo'taz go'shtining bir jing'i 180 ko'y deydi. Yerim jing oldigan bo'ldik do'stlar. Yerim jing go'sht hisob 90 ko'ylik bo'ldi. Bir jing'lar desak, yeb bo'lmay qolishimizda ansirdiq. Keyin tamam yaxshi ko'rman deydi. Slicing up some yak. Yerliklarning tijoratini qo'llab qo'yaylik. Turayotgan o'rnimiz bo'lsa do'stlar, Sichuan o'lkasining Zangzular yashaydigan rayoni. Dur, subay. Köz koyken. The little one looks like it's not even running right now. Tamam dostlar. Okay, the steps. Is that you cat? Yeah. How do you do that? Like the way I'm showing you. 5 minutes. Tağның üstüge şu aeroplanın bir narsa chiqdi ki. That's why those. 我感觉不要不要下去看？ Hoş. Aman bulunlar. Kilerili kırşeli.